Sun'iy intellekt orqali vafot etganlarni gapirtirish. 1928-savol. Bugungi kunda ba'zilar sun'iy intellektdan foydalanib vafot etgan odamlarni rasmini gapirtirib video yasashmoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Diqqat qilamiz. Ushbu savol-javob O'zbekiston Musulmonlar idorasining Fatvo hay'atini Telegram kanalidan olindi. Videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Bunday narsalardan chetda bo'lish tavsiya etiladi. Chunki bu kabi ishlar ko'p tomonlama xato sanaladi. Birinchidan, insonning, ayniqsa ota-onaning hurmati ularning vafotidan keyin ham davom etadi. Ularning suratidan video yasab, gapirtirish ularning hurmatiga ma'lum ma'noda zid hisoblanadi. Chunki ular videodagi gaplarni haqiqatdan gapirgani yo'q. Demak, bu ishning tilidan yolg'on axborot tarqatish, ularning nomidan yolg'on ma'lumot berish hisoblanadi. Ikkinchidan, bunday ishning xatarli joyi bandalar uchun g'ayb ishlardan biri bo'lgan qabrdagi hayotga oid holatlarga jur'at bilan aralashish bo'ladi. Bu inson e'tiqodi va iymoni uchun xavfli sanaladi. Chunki ayrim videolarda ota-onalarning biz yaxshimiz, sizlarni ko'rib turibmiz, kuzatib turibmiz degan joylari bor. Ularning qabrdagi ahvoli qanday ekanini siz yoki shu videoni yasaganlar qayerdan ham bilardilar. Uchinchidan, mazkur texnologiya shaxslarning harakatsiz suratlarini qisqa videolarga aylantirish orqali surat egasining tabassum qilishi, ko'zini qisishi va boshini qimirlatish kabi harakatlarni bajartirishi mumkin. Buni har qanday tirik yoki vafot etgan insonning surati bilan ham amalga oshirish mumkin. Ba'zi kompaniyalar tomonidan amalga oshirilayotgan bu turdagi o'yin kulgudir, ammo kelajakda ko'z va bosh harakatlari ham o'tib tushishi, kinoya va masxara qilish, haqiqatlarni soxtalashtirish va buzishga ishlatilishi mumkin. Yangi texnologiya deepfakes chuqur soxtalar deb nomlanuvchi turkumga mansub bo'lib, mutaxassislar tomonidan nomaqbul texnologiyalar qatoriga kiritilgan. Ushbu texnologiya ayrim shaxslar tomonidan jinoiy maqsadlarda va begunoh odamlarning suratlarini birlashtirish, soxta videolar yaratish orqali shantaj qilishda qo'llanilmoqda. Ular ushbu zararli texnologiyaning qurboniga aylanmoqdalar. Mazkur texnologiyaning zararlaridan biri shuki, oilaviy suratlar va ma'lumotlar ana shu kompaniyalarning qo'liga o'tib qoladi va ularning maxsus ilovalarida qurilmalarga o'rnatiladi. Qolaversa, asli g'oyaning zararlaridan biri suratlarga va o'tganlarga bog'lanib qolish hamda g'am-qayg'ularni yangilashdir. Agar surat qurilmada mavjud bo'lsa va bu texnologiya soxtalashtirish, qalbakilashtirish yoki masxara qilishda ishlatilmasa ham, bu ilovadan ehtiyot bo'lish va u bilan muomala qilmaslik kerak. Shu bois, mo'min musulmon inson odamlar qilayotgan ishlaridan ko'r-ko'rona ergashib ketavermaslik, ularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini va shunga qarab ish tutmog'i lozim bo'ladi. Qolaversa, dinimiz ota-onani dunyo hayotida roziligini olish, vafotidan keyin solih amallar qilib, ularning ruhlarini shod etishga targ'ib qiladi. Rasm yoki videoga qarab yig'i-sig'i bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Balki ularning qilayotgan gunohlari tufayli ular mahzun bo'ladi. Zero Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: albatta sizlarning amallaringiz vafot qilgan qarindoshlaringizga ko'rsatiladi. Amallar yaxshi bo'lsa, xursand bo'ladilar. Agar unday bo'lmasa, Alloh ularni bizni hidoyat qilganingdek hidoyat qilmaguningcha vafot ettirmagan deyshadi, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Vallohu alam. O'zbekiston Musulmonlar idorasi Fatvo markazi. Diqqat qilamiz. O'zbekiston Musulmonlar idorasi Fatvo markazi quyidagilarni ogohlantirmoqda. Siz sun'iy intellektlarga iloji boricha o'zingizning shaxsiy rasmlaringizni tashlamang. Nima uchun degan savol bor. Agarda siz sun'iy intellektlarga o'zingizning shaxsiy rasmlaringizni yoki oilaviy rasmlaringizni tashlaydigan bo'lsangiz, sizdan keyingi foydalanuvchiga sizning rasmlaringizdan foydalanishi mumkin. Misol uchun siz o'zingizning rasmingizni sun'iy intellektga tashladingiz va qaysidir joyini masalan bir to'g'rilab berishni so'radingiz. Yana bir boshqa bir inson kiradida sun'iy intellektga yozadi. Misol uchun menga bir ayol kerak, jurnalist bo'lsin, mana shu matnni o'qib bersin. Sun'iy intellekt hech qachon o'z-o'zidan rasm yarata olmaydi. Sun'iy intellekt yaratib berayotgan, tayyorlayotgan rasmlar ular haqiqiy insonlarning yuzlari bo'lishi mumkin.
Ya'niki hozirda sun'iy intellektga kirib siz biron bir video yoki rasm yoki shunga o'xshagan narsa qilib ber, shu odam gapirib tursin yoki biron bir odam mana shu mahsulotni reklama qilib tursin deysiz-ku. O'sha videodagi yuzlarni sun'iy intellekt qaysidir insonni yuzini olgan bo'lishi mumkin. Ya'niki bundan 50-100 yil oldin olamdan o'tganlarni balki sun'iy intellekt yuzlarini olib bizga video qilib berayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agarda siz mana shu sohada ishlayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa mana shu sohada video qilayotgan bo'lsangiz yoki sohada video qilayotganlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu sohaga aralashmaslik tavsiya etiladi. Aytib o'tganimizdek, ertaga siz sun'iy intellektga o'zingizning jo'natgan rasmingiz orqali boshqa insonlarning qo'lida ham sizning videolaringiz hosil bo'lishi mumkin. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, siz bitta rasmni o'zingizning rasmingizni sun'iy intellektga tashlasangiz, keyingi odam menga bitta ayol kerak, shunaqa harakatlar qilib turibdi desa, xuddi sizni yuzingizni qo'yib, sun'iy intellekt o'sha odamga video yasab berishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, oradan bir necha yillardan keyin odam o'zlarini yuzlarini boshqa bir videolarda ko'rish ehtimoli mavjud bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha sun'iy intellektlar orqali video yaratmaslik va iloji boricha O'zbekiston musulmonlar idorasi tavsiya qilganidek ushbu rasmlarni sun'iy intellektga ulashmaslik tavsiya etiladi. Videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.